Bo'ying pastroq bo'lsa nimalar bo'ladi? Eng asabga tegadigan holatlar metro yoki avtobusda bo'ladi. Seni bo'ying taxminan mana shu yerga to'g'ri keladi. Pakana. Sanga qo'yiladigan laqablar ham aniq. Anu kaltani qara. 10.05. O, bo'yim kalta bo'lsa ham zato sanikidan. Kallam yaxshi ishlaydi. U bir qarich. Qatdan bilding? Ana ko'rinib turibdi-yu. Ha. Aksiga olib do'konga kirganingda ham kerakli narsa tepada bo'ladi. Brat, anuni olib bera olmaysizmi? Mana bunimi? Ha. Mang. Rahmat. O'zicha hamma senga maslahatchi. Tovoni bilan narsa kiysang bo'ying uzunroq ko'rinadi. O'rtoq 50 ta tortilsang o'sasan deganing 60 bitta bo'ldi, nima qilay? Ha? Bo'ldi, tushur, boshqa joyga berib yuboribdi. Nima? Mana qo'ling aytganman. Mana buni qara, uzun bo'lib ketganini. Oyi, ovqat yo'qmi? Ovqat yo'q, mana sabzini bo'ying o'sadi. Agar sabzi bilan bo'y o'sganda quyon jirafa bo'lib ketardi. Qizlar bilan uchrashuvga chiqqaningda esa, Uzrman, siz boshqacha tasavvur qildim. O'ylaganimdek emas ekansiz. "Voy, siz men o'ylaganimdan ham dahshat ekansiz. Tushlarimga kirib chiqdingiz, yo'q demay o'lib bo'lib qolmay." O'zini Jennifer Lopez singsiman deb o'ylayaptimi?